Fernandes to'pni ichkariga yetkazib berdi va qarang, 2-daqiqadayoq Benfica 7 gol muallifi va mana 8-sini ham uylayapti. Barselona hisobni tenglashtirmoqda. Chesney, qayerga, nimaga? Mana sizga oqibati. 2-1. Bor Pavlidis zarba markazga qarab tepdi. Chesney pastki burchakka yo'naltirdi butun va gol. Bugun juda bir qiziqarli noqulay nuqta va mana bu esa qulay nuqta. O'yinchiq xatolar xetriga va Lewandowski zarba 4-3 zo'r gol 4-3